Salom do'stlar, bugungi darsimizga xush kelibsizlar. Aytib o'taman, biza koreys tilini noldan boshlab o'rganyapmiz. Bugungi darsimiz Seoul Hangugo 1A kitobini 4-unitga aloqador bo'lgan darslar bo'ladi. Bugungi darsimizda yogiga noun iyeyo va noun issoyo, opsoyo grammatikalari bor. Grammatikaga o'tishdan oldin birinchi bugungi darsimizga tegishli bo'lgan yangi so'zlarni o'rganib olamiz. Xo'p, o'rtoqlar, bo'lmasam yangi so'zlarimizni o'rganishdan boshlaymiz. Birinchi, kage degan so'zimiz bor. Kage degani demak do'kon degani. Sizlar o'zlaring daftarlaringga yozib ketsanglar bo'ladi birgalikda, keyinchalik yodlab qo'ysanglar juda ham foydali bo'ladi. Kuang degani aeroport. Kuang aeroport. Tesagwan. Tesagwan elchixona. Myungshil salon. Pyongwon kasalxona yoki больница. Yakuk dorixona. Ucheguk pochta. Ineng bank. Va mana bu yerda bu tarafda yana boshqa yangi so'zlarimiz bor. Bular o'zbek tilida oddiyroq tushuntiradigan bo'lsak, predloglar, ya'ni qo'shimchalar nima qayerda ekanligini ko'rsatish uchun ishlatiladigan qo'shimchalar. Masalan, o'sha yonida, oldida, orqasida degan qo'shimchalar. Bularni hozir ko'rib chiqamiz. Tv degani orqa degani. Mit tag. Are ham are pastki qismi, tag emas, pastki qismi. An ichi, up oldi, yop yoni, vi bo'lsa tepa qismi bo'ladi. Xo'p, bunga bu so'zlarga asosan qo'shimchasi qo'shib ishlatiladi. Ya'ni mana bu qo'shimchasi birga qo'shib ishlatiladi. Bu degani degani da degani. Masalan, tvni oldiga qo'shimchasini qo'shsak, tv degani tv o'zi orqa bo'lsa, ni qo'ysak orqasida bo'lib qoladi. Shunaqa. Mana shu qo'shimchasini qo'shib ishlatiladi ko'proq. Mit bo'lsa, masalan, mit tag bo'lsa, mite bo'lsa, tagida bo'lib qoladi. Biron narsani tagida. Are bo'lsa, areni oldiga ni qo'ysak, are bo'lsa pastida, pastki qismida bo'lib qoladi. Mana bu mit bilan areni farqi nimada deyishlaring mumkin. Masalan, mitni oladigan bo'lsak, mana bu bitta stol deylik. Qanaqadir stol. Mit degani mana shu stolni, mana bu stolni tagini nazarda tutiladi. Are bo'lsa, are desak, masalan, mana bu bir qanaqadir javon deylik, 3 ta qismi bor. Are desa mana shu eng pastki qismi nazarda tutiladi. Mana shunda farqi bo'ladi ikkalasini. Are pastki qismi, mit bo'lsa tagi, biron narsani tagi nazarda tutilayotganda ishlatiladi. An endi ichi bironta narsani, masalan, qutini ichida narsa bo'ladigan bo'lsa, shuni ane desak, qutini ichida degan ma'no nazarda tutiladi. Up oldi. Up degani biz endi tilimizda ishlatishga o'rganib qolganmiz. Biron narsani oldida desak, masalan, men bu A odam bo'lsa, men bu B odam bo'lsa, biz oldida desak, mana shuni yonidagi odamni ham oldida deb aytishga o'rganib qolganmiz. Lekin men bu up bo'lsa, rostakamiga oldida tursa ishlatiladi. Masalan, men bu A odam to'g'riga qarab turibdi, ana shuni oldida B odam turgan bo'lsa, o'shanda up, ya'ni oldida degan so'z qo'shimcha ishlatiladi. Yop bo'lsa yonida. Endi mana bu haqiqiy mana shu yonidaga to'g'ri keladi. Ya'ni ani oldida, yonida B turgan bo'lsa, yana oldida deyapman. O'z aslida to'g'ri ishlatilsa yonida bo'ladi. Ani yonida B turgan bo'lsa, mana shunda yop ishlatiladi. Vi bo'lsa tepasida, bu ham uncha qiyin emas. Masalan, qutini tepasida qanaqadir gul turgan bo'lsa, mana shu quti viye gul turibdi desak, qutini tepasida gul turibdi degan so'zga to'g'ri keladi. Shunaqa gaplar o'rtoqlar, bular sizlarga bugungi darsimizda kerak bo'lishi mumkin bo'lgan va kerak bo'ladigan ishlatiladigan yangi so'zlar. Endi grammatikamizga o'tib ketsak ham bo'laveradi. Xo'p, qani bo'lmasam birinchi yogiga o'rin joy yeyo yoki yeyo. O'rin joyda nimaga qo'yib qo'yganman? Chunki mana shu joyda o'rin joy ishlatiladi. Demak, bu struktura o'rin joy haqida ma'lumot berishda yoki so'rashda ishlatiladi. Masalan, yogiga hakkyo yeyo desak, mana shu
o'rnida Hakkyo kelyapti ko'rayotgan bo'lsanglar. Hakkyo maktab degani edi. Yogiga bo'lsa bu yer degani, yogiga Hakkyoyeyo degani bu yer maktab degan gapga to'g'ri kelar ekan. Endi keyingi so'zimiz yogiga souriyeyo. Demak, yogiga bu yer bo'lsa, Seoul yogiga bu yer yoki bu joy Seul degan gapimiz hosil bo'ladi. Bu unaqa qiyin struktura emas, ko'proq o'sha boshlang'ich darajalarda ishlatiladigan, kerak bo'ladigan struktura. Xo'p, keyingi grammatikamiz bo'lsa, o'rin-joy issoyo, opsoyo. Eni hozir bir necha daqiqa oldin ko'rib chiqdik. Degani demak da degani ekan. Demak, eni oldida o'rin-joy keladigan bo'lsa, masalan, quti bo'lsa, qutida degan so'z hosil bo'lib qoladi. Demak, o'rin-joy issoyo, opsoyo degani biror joyda bor yoki biror joyda yo'q degan ma'noni berar ekan. Masalan, Steven'in kyoshiri issoyo. Ham shu o'rin-joy o'rnida endi kyoshil kelyapti. Kyoshil degani sinfxona degani. Kyoshilga qo'shimchasi qo'shilsa sinfxonada degan so'z hosil bo'ladi. Demak, tarjimasi Steven'in kyoshiri issoyo degani Steven sinfxonada bor yoki Steven sinfxonada degan gapimiz hosil bo'lar ekan. Endi buni savol holatida ham ishlatsak bo'ladi. Koreys tilida savol berayotganda bir qanaqadir qo'shimcha qo'shish shart emas, faqatgina gapning oxirini biroz ohangini ko'tarib qo'ysak bo'ldi. Ana shu savolga aylanib ketaveradi. Masalan, Nanashining odiye issoyo desak savol ma'nosida chiqaveradi. Nanashi qayerda degan gap hosil bo'lyapti. Odiy degani bu yerda qayer degani. Qo'shiladigan bo'lsa da bo'lib qoladi. Qayerda? Nana qayerda? Nanashining chibe opsoyo. Nanashi chibe opsoyo degani endi opsoyo yo'q deyapti. Chibe degani chip uy, qo'ysak uyda bo'lib qoladi. Nana uyda yo'q degan gap hosil bo'lyapti. Mana shunaqa o'rtoqlar, umuman qiyin grammatika emas, bular o'rganib olsanglar o'zlaring uchun juda ham foydali bo'ladigan grammatikalar. Endi yana bitta nozik narsani sizlarga o'rgatib ketishim kerak. Biz yogini o'rgandik. Masalan, yogiga souriyeyo. Yogiga souriyeyo deganini o'rgandik. Masalan, bu yer Seoul deyilyapti. To'g'ri? Xo'p, endi yogini o'rnida chogi ishlatilishi ham mumkin yoki kogi ishlatilishi ham mumkin. Endi bularning farqi nimada deydigan bo'lsanglar, kogi degani anavi degani. Biroz uzoqroqda turgan o'rta masofadagi narsani ko'rsatishda ishlatiladi. Chogi bo'lsa, ancha uzoqroqda turgan narsani ko'rsatishda ishlatiladi. Masalan, aytaylik, o'zimizdan bir 20 metr uzoqda turgan narsani ko'rsatyapmiz. Kogiga shiktangeyo deyapmiz. Kogiga shiktangeyo, shiktang degani demak restoran, oshxona degani. Anavi yer yoki u yer restoran yoki so'roq belgisini qo'yib qo'ysak, shiktangeyo deb ohangni sal ko'tarib qo'yamiz. Shunda u yer restoranmi degan savol hosil bo'ladi. Endi javob bermoqchi bo'lsak, ne kogiga shiktangeyo. Ha? Bu yer restoran deb turib javob bersak ham bo'laveradi. Endi chogini ham ishlatsak bo'ladi. Chogi o'sha aytganimdek yana ham anchagina uzoqroq bo'lgan joyda nazarda tutishda ishlatiladi. Masalan, chogiga uri chibiyeyo. Chogiga uri chibiyeyo. Anavi yer bizni uyimiz degan gap hosil bo'lyapti. Mana shu joyiga ham e'tibor berib qo'yasizlar o'rtoqlar. Xo'p, demak, issoyo, opsoyoni ko'rib chiqdik. Menimcha bunga qo'shimcha qiladigan narsa yo'q. Endi sizlarga shu yerda bonus sifatida har doimgidek o'rganadigan narsamiz dialog tayyorlab qo'yganman. Dialogni ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi Yujin gapiryapti. Yujin bilan Chongu degan odamlar bir-biri bilan suhbat quryapti ekan. Yujin gapiryapti. Yogiga insadongeyo. Bu yer Insadongmi deyapti. Insadong degani o'sha tumanning nomi, bu o'sha hududni, mahallani nomi. Men Insadong degan joyda eshitganman, borib ko'rmaganman, lekin o'sha joyning nomi bu. Demak, bu yer Insadongmi deb savol beryapti. Chongu javob beryapti. Ne, Insadonggeyo. Ha, Insadong. Bu yer Insadong ekan.
Endi Eugene yana savol beryapti. Insadongeso, moheo. Demak, bu yerda eso qo'shimchasidan foydalanilyapti o'rtoqlar. Bu ham o'sha da degan qo'shimchani beradi. Xohlasak biz eni o'zidan foydalansak ham bo'laverardi. Insadonge, moheo deganimizda ham insadongda nima qilasan degan gap hosil bo'laverardi. Eso ham o'sha da degan qo'shimchani beraveradi. Demak, insadongda nima qilasan deyapti. Chongu javob beryapti. Charil mashoyo. Choy ichar ekan. Demak, cha degani choy degani o'rtoqlar. Insadong에는 차집이 있어요. Insadongda chatchib degani choyxona degani. Chatchib. Ko'p holatlarda o'sha biz xona deymiz. Masalan, bu holatda choy bo'ladigan bo'lsa, mana bu uy degani. Choy uyi degan gap hosil bo'lib qoladi. Bizda xona deymiz. Masalan, choyxona deymiz. Koreyslar ham o'sha mana shu so'zlarni oldiga uyni qo'shib, chipni qo'shib, ana shu xona nomlarini, joy nomlarini hosil qilishaveradi. Masalan, bu holatda o'sha ko'rib turganlaringdek chipni qo'shib choyxona so'zini hosil qilishyapti. Chatchip degani demak choyxona degan so'ziga to'g'ri kelar ekan. Endi bunaqa narsalarga yana misol aytadigan bo'lsak, matchip degani ham bor. Matchip degani oshxona degani. Endi mat degani o'zi aslida tam, maza degani. Mazaxona degan so'z hosil bo'lsa kerak, bilmadim. Endi umumiy holatda matchipda o'sha oshxona deb ishlatiladi o'rtoqlar. Shunaqa ko'p holatlarda mana shu so'zlarni oldiga chip so'zini qo'shib, bular ham o'sha o'rin-joy nomlarini hosil qilishadi. Xo'p, demak so'zimizga, gapimizga qaytadigan bo'lsak, charil mashoyo. Choy ichaman deyapti. Insadong에는 찻집이 있어요. Insadongda demak choyxona bor deyapti o'rtoqlar. Shunaqa gaplar, Insadongda choyxona bor. Demak, sizlar bu yerda yana bitta yangi so'z o'rgandilaring. Chatchip degani choyxona degan ekan. Hozir Koreyada bilmadim, choyxonalar yo'qolib ketgan desa ham bo'laveradi. Hamma yoqda coffee shop bosib yotibdi. Koreyslar ko'proq kofe ichishadi. Har kuni ertalab amerikanoni bitta ichishmasa bular bilmadim, o'sha kunni unaqa g'alati bo'lib qoladi, o'zini g'alati his qilib qoladi. Shunaqa o'rtoqlar. Demak, bugungi darsimiz shu yergacha edi. Har doimgidek kanalimga obuna bo'linglar, obuna bo'lmaganlar. Agarda obuna bo'lganlar bo'lsa, sizlarga katta rahmat va har doimgidek video foydali bo'lgan bo'lsa, like ham bosib qo'yinglar. Undan tashqari o'rtoqlar, Telegramda Ulug'bek Mahmudov uz degan kanalim ham bor. O'sha kanalga ham obuna bo'lib qo'yinglar. U yerda o'sha darslarga oid yangiliklar, boshqa Koreyaga oid ma'lumotlarni ham ulashib turaman. Xo'p, bugungi darsimiz shu yergacha edi. Keyingi darslargacha ko'rishguncha sog' va salomat bo'linglar.